qoraygan, sarg'aygan, tuz bosgan tishlardan charchadingizmi? Bir kunda qutulasiz. Xo'p deng, qo'lingiz qichib o'tkazavermang, baraka topgur. Gapni eshiting, 1 minut vaqtingizni olaman, zata tishlaringiz mana shunday sadafday oppoq bo'ladi. Qo'shnim bor bitta akaxonim Quvandar degan. Bitta zo'r tavsiya berdi, bepul asosiy siz uchun tishlaringiz doim mana shunday oppoq bo'lib yuradi. Nima qilamiz? Bozordan borib bitta temir stakan olib kelasiz. Xo'p deng, baraka topgur. Temir stakan yangisidan olib kelasizmi, eskisimi farqi yo'q. Ichini bir yog'lab olasiz. Semichka yog'mi, paxta yog'mi farqi yo'q. Ichini bir yog'lab olganingizdan keyin yarim stakan piyoz urug' bor-ku, xuddi sedanani urug'iga o'xshaydi. Sassiq. Ana shu piyoz urug'ini solasiz, bitta piltani ustiga yoki olovni ustiga qo'yasiz. Pichik qizdirasiz. Ana shuni hidi chiqadi, tutuni chiqadi. Tutuning chiqqur deydi-ku. Tutuni chiqqandan keyin bitta qog'ozni olasiz, og'zingizga qo'yasiz, buyog'ini stakanning ustiga qo'yasiz. Og'zingizga tutib turasiz. Tutuni og'zingizga kirsin. Tishlaringizdagi qora, sariq, karies, mana qurt yegan qurtlar, nima qoralar bor-ku, shuni oqib tushadi. Xo'p deng, men guvohim bor, baraka topgur. Men o'zim ham mana bir marta qilganimda tishim oppoq bo'ldi. Nos chekkich akalarimiz, tishingiz ko'karib yuravermay aytgandi qiyin bir marta. G'ulomjondan foydali maslahat. Men ko'p maslahatlarni xalqdan olaman, kitoblardan olaman. Rustam tabib bor. Toshkent, Chirchiq 1-mikrorayon 53-dom. Xudo xolasa oyda oxirida boraman 3-4 kunga. Marhamat, kim borsa marhamat shuni tomiringizni ushlaydi. Yangi soat oldim. Tomiringizni ushlaydi, shunday aytib beradi sizda qayeringiz kasal, xohlagan xil dori giyohlarni olib qaytamiz billa. Tojikistonlik do'stlarimiz marhamat, Toshkent, Chirchiq. G'ulomjondan foydali maslahat Tojikistondan. Bitta like, podpiska, baraka topgur. Tojikiston hamma vaqt va pesh. 2 minut vaqtingiz jalka ketmadi deb o'ylayman. Tutuni ichingizga ketib qolmasin, shunday og'izdan qaytaring. Shuni ham aytib qo'yay dedim, Tojikiston va pesh.